Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 2-qismidan 11-mavzu 26-darsimizni boshlaymiz. Mavzumiz nomi 3 xonali sonlarni qo'shish. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan 2 xonali va 1 xonali sonlarni qo'shishni o'rgangan edik. Ularda asosan 25 qo'shuv 36 ko'rinishdagi misollar edi. Ya'ni buning natijasi nimaga teng bo'ladi? 61 ga teng bo'ladi. Ya'ni natija 2 xonali sondan iborat bo'ladi. Bugungi darsimizda esa biz masalan 60 qo'shuv 70 mana shuni javobini topishga harakat qilamiz. Buning javobi 3 xonali son bo'ladi. Mana shunaqa misollarni bugungi mavzumizda o'rganib chiqamiz. Masalan, birinchi misolga e'tiboringizni qarating. Misolimizda berilganki 50 qo'shuv 80. Bu misolni qanday ishlaymiz? Ustun shaklida yozib olsak, bunda birinchi birlar xonasidagi raqamlarni qo'shamiz, so'ng esa o'nlar xonasidagi raqamlarni qo'shamiz. Bu yerda 0 ga 0 ni qo'shsak, natija ham 0 ga teng bo'ladi va endi 5 ga 8 ni qo'shsak esa, bu yerda natija nimaga teng bo'ladi? 13 ga teng bo'ladi. Mana shu 13 ni 3 raqamini, ya'ni birlar xonasidagi 3 raqamini shu ustun shaklida to'g'risidan yozib olamiz. Mana 3 ni o'zini yozib olamiz va 1 ni esa bitta chap tarafiga ko'chirib yozib qo'yamiz. O'shanda natijamiz 130 ga teng bo'lib qoladi. Bunda asosiy e'tibor beradigan jihatimiz, mana 5 ga 8 ni qo'shganimizda 13 hosil bo'ldi-ku, o'shandagi 3 raqamini 5 va 8 ning ostidan yozasiz va bir raqamini esa bitta chapga surib yozib olasiz. Mana shu bugungi mavzumizning yangiligi.